tushunmay qo'yganman. Voy bilan. Shu holatimda asalari bilan tuyani chaqishtirganman. Keyinchi Tuya tupurganda asal tupuryapti. Keyin Jahongir Otajonov bilan Jahongir Pozijonovni birlashtirganman. nima bo'lgan keyin? Jonli rassom ovoz paydo bo'lgan. Keyin hozir men sizlarga mana shu chaqishtirish jarayonini o'zingizlarga mana ko'rsatib beraman. Mana jonli ko'rib qarang, mana bu urg'ochi sichqon, bu erkak sichqon. Hozir chaqish jarayonini ko'rasizlar. Mana ketdi, qarang. Kechirasiz, bu erkak ekan. Ha, tushunmadim. Ikkalasi erkak ekan. Voy. Urg'ochi qidiradi. Mana shu atrofda. Ana bu askar hamma joyda chashtirib tashladi. Qidiringlar. Shunday o'zim borib gapirishib kerak. Chashtirib boradi. Qarab. Qarab, sassiq xonaga kirsang ko'payga. Men bu yoqqa kelsam, men armiyada ozgina och kelganman-da. Keling o'tiramiz. Keling, manga yo'q qo'yapti. Keling, manga. Unday qilma, ko'r bo'lasan, bola. Qilma deb boya asabimni buzayapsan, bola. Menga qarang, men bildim. Sizga meni tajribalarim yo'qotdi. Sening menga tajribasizliging yo'q deyapti. Kurashyapman shu yoqda. Shep nariga ko'paychada qiziq bo'lyapti-da. Rostdan ham gaplash bizovdilu 5000 dollar sanayman. Bo'ldi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shep shu ko'payga o'tmoqchilar 2000 dollar atushi beraman. Ibroz 5000 dedi-yu. 3000 qiling, hadi. Yo'q, men qarang. Atishkasi. Beraman. Nima? Sizga yotaverasizmi, ha? Nega sani ustingga yotaman shu payt? Uka, sen yiqilsang ham Shepini ayog'iga yiqilasan ekan-a? Toshkent shahriga xush kelibsiz. Ha, Toshkentga. O'pinglar. Biroq Toshkentga tushib oling. Tushib Ide, Servaga nima qildi? Toshkentga tushimizni. Yur. Bolaligimda ko'chamizdagi faqat ikkita oilada avtomobil bo'lardi. Bitta Volga, bitta Jiguli. Hozir bugun e'tibor bersam, har bir eshikning tagida ikkitadan mashina. Yilda bir marta sentyabrda maktabga kiyinardik. Hozir dastavka orqali istasangiz yarim soatda uyingizga shim alohida, ko'ylak alohida keladi. 2 litr sut olish uchun gastronomda soatlab navbatda turgan onalarimiz bor zalda. Xullas o'zimizga sezilmayapti-yu, lekin sharoitimiz keragidan ortiq. Hayotimizga soch dazmoli kirib keldi, motorli tish cho'tkalari kirib keldi, faqat farosat kirib kela qolmayapti. Faraz qiling, shundoq ham kam bo'lmagan vazirliklar qatorida farosat vazirligi ish boshlasa. Assalomu alaykum. Farosat vazirligidan inspektor Fayziyev. Men sizni boydan beri kuzatib. Qarasam. Boydan beri kuzatib turibman. Sizdan nega o'tiribsan jamoat joyida? Men Magic City'da turibman. Qattiq turganmasa ham, xullas, boydan beri joylashib olmayotganing. O'sha bitta barmoq bilan hamma teshikni ko'rib chiqayotganing. Hammasi juda nito ko'ryapti. Nimasi nito ko'ryapti? Qiz bolaga nito ko'ryapti. Men qiz bola emasman. Yo'ldan tarafda bitta qizdan chiqib turibdi, qara. Beparasat ekanda o'zi. Voy, parasotligimi? Yo'l bilan borib, panetga beramiz. Ketdik. To'xta. Senga birinchi keyinroq bir 2 xonali shimo beraylik. Yetdi. O'tirasizmi? Yo'q, o'tirmayman. Bemalol o'tirib ketavering. Tek oyoqda ketaveramiz. 2 kishi. 3 oylik ekan-a? Qattan bildingiz? Deb bo'pti.
deputat bo'larkan. Ne unaqa do'st? Qulog'iga tegib qolibdi. Voy Shahloxon, yaxshi. Vayla. Farosat vazirligining inspektor Fayzi. Kongressni kutamiz. Joy bermaganim uchun meni olib ketsangiz kerak. Sana olib ketishmadi, qani olib ketish. Lekin seni to'rtalikdan oshirib olasizlar. Hamma, yo'q, olib ketishadi. Nima qilyapsiz? Birga bir. Tushunmalar? Hiding bilan. Keman seni ko'zing ko'ryapmanmi? Bu ko'ryapsiz ha? Uyingdagi dezodorantni men ko'rinmaydi. Yur o'shani ko'rsataman, yur. Keling Nozimaxon. Xush kelibsiz. O'tiring, marhamat. Zo'r joy ekan-a? Voy, meni qani ketdi. Zo'r joy ekan, zapakga o'xshaydi. Siz menga yoqib qoldingiz. Xudo xolasa to'y qilamiz. Ikkalamiz Parijga asal oyiga borib, Qilib kelamiz. qanaqa savollaringiz bo'lsa berib oling, marhamat. Qanaqa ovqatlarni yoqtirasiz? Menga lag'mon bo'lmasa bo'ldi, yeyolaman. Do'q. Ikkita befarosan. Turli qo'l qo'lishmashib o'tiribsan jamoat joyida. Uzr. Men qara. Voy, Neyjovni konsert boshlanib qoldi. Kech qoldim. Kechirasiz. Voy. Kechirasiz, bilmayman, jonim bo'lsa maylimi? Salom alaykum. Salom alaykum. Razaki salom alaykum. Okey, bitgancha. Nega ketyapsiz? U sizga bormi, yo'q ekansiz? Shunday ish qildim. Konsertdan keyin hal qilaylik. Qani, okey. Yemi? Konsertdan keyin javobga. Uzr so'rayman. Aka, bu meni joyim. Ne? Kechirasiz. Yo'q, bu ham meni joyim, qarang. Men qo'l qo'yadigan joyni bo'ylaman. Damak kabul chiqdimi? Boshida chiqqan. Nima kiyib chiqdi? Kastim shim. Nima dedi hozir? Eshitib qoldim. Xos so'rab beraman. Nima dedi? Nima so'rasiz? Sizga chaqim o'tib so'raman men. Inspektor Fayzi, iltizg'ob qo'ysin. Nima? Okey, 3-qator. Da 3-qator, balkondan 3-qator. Balkonga chiqib olasiz. Uzr, men so'rayman 3-qator ekan, shu o'ta samaymi bo'lsa joyi. Okey, shu tepadan chiqar ekanda. O'shaning uchun. Okey. Konsertdan keyin dedi bu. Yomon odamni asabini bizlarga normali qilib qiling. Jim o'tkazib olinglar, konsert ko'rsanglar. Nima qilasan? Mana zo'r qarsa o'tib ketdi, mana ko'ryapsiz. Mana shu mo'min jinnidi. Ingliz tilini 2 oyda suhbatlashish darajasida o'rgatamiz deya jar soladigan o'quv markazlarining metodikasiga o'lay agar qiziqaman. Haftasiga 3 marta qatnab, mutlaqo tanish bo'lmagan yoki maktabda naridan beri o'qitilgan tilni 60 kunda o'zlashtirish uchun nazarimda o'quvchining o'zi wunderkind bo'lishi kerak. Ana endi tasavvur qiling, jamoamizning o'zbek tilini o'zi zo'rg'a gapiradigan yigitlariga xonanda qiz dars bersa, jonli kuylay oladigan xonanda dars bersa. Diqqatingiz markazda Million jamoasi va Ruxsora M. O, birinchi marta konsert chiqdi. Jozma marta kutib Ha? Konsert Sun and fire.
bas, gaza bas, bas. Ateşi yaktım, gaza bas, bas. Bas, gaza bas, bas, gaza bas, bas. Ateşi yaktım, gaza bas, bas. Bas, gaza bas, bas, gaza bas, bas. Ateşi yaktım, gaza bas, bas. Bas, gaza bas, bas, gaza bas, bas. Ben hit yaptım, gaza bas, bas. Bu joyni ko'rdik как раз. Reklama chiqdi. Blue. Hello everyone, I'm so excited to see you guys here in my first English lesson at the English Hub. My name is Ruxara and you can call me just Ru, okay? Assalamualaikum. Man Ruxara am. Yer ruxsorasini yemsin. English Hub o'quv markaziga xush kelibsizlar. O'quv markazmidi? Ich bile. Xat deb yozilganiga kasting modni deb o'yladim. It's not casting. Ras xat bo'lmayotgan bo'lsa, xat bo'lmasanglar men ketdim. Men xalq bo'lib qolaman sen. Mana xalq bo'lib qolaman. Demak, men sizlarga ingliz tilini 2 oyda o'rgatmoqchiman. Men sizni ko'rib 4 oyda o'rganib kelib qoldim. Men umrbod o'rgansammi deyapman. Boshla. Mayachanimiz bizni o'quv markazi rivojlanmoqda va bizda har xil kasb egalari bor. Masalan, siz turing. Siz nima ish qilasiz? Men o't o'chiruvchiman. Wow, o't o'chiruvchilar bizga kelmoqda. Ingliz tili sizga nimaga kerak? Hozir tasodifsiz yonayotibdi. O'shaga ichkaridagilarga chiqinglar degan nima degani? Imo ishora qilsizchi? Qildim, bundoq qildim. Hamma ichkariga kirib ketyapti. Bundoq qilsam, hamma mashina orqaga yuribdi. Nima qilsamikin deb o'ylab tursam, ular nima qilaylik deb yonayotibdi. Buni dars davomida o'rganamiz. O'tirib turing. Yonib tursinmi? Baqa yonib tursin. Siz turing. Men turaman. Siz nima ish qilasiz? Men ingliz tili o'qituvchisiman. Ingliz tili o'qituvchisiga nimaga kerak ingliz tili? Chunki direktor g'alati qarab yurib, shu kunlarda bilib qoladi-da. Kimyoni bitirganim. Ya lekin bitta so'zlar bilaman. Misol aka brother, akalar brothers. Kim bilmagan o'yin qo'ydi-da. Voy, brothers so'zdi. Kastingga to'g'ri keldimi, yo'qmi? Bo'ying to'g'ri kelmayapti kastingga. Biriki Detsik aytgan bo'lib qoldi. O'tir. Mayli, eski o'quvchilarga yo'llanaman.